Assalomu alaykum. Mana Xudo xohlasa, bugun 3-iyun 2025 yil. Shaxsiy bog'imizdagi tajriba ishlarimizni bo'lishish maqsadida mana video tushiryapmiz. Hozir mana ko'rib turgan üzümlarimiz, ya'ni üzümimiz Amerikanskiy sort kishmish shelkunchik. Ya'ni bu endi üzüm daraxtimizga keladigan bo'lsak, üzümimiz bu yil Xudo xohlasa 3-yil ildiz sistemasiga 3 bahorni ko'rdi. Mana endi yozga harakat. Yozga. Endi bu mevali daraxtimiz, ya'ni üzüm daraxtimizda bir tüp üzümde 4 xil üzüm sortlari payvandlangan. Birinchisi kishmish Amerikanskiy sort kishmish shelkunchik. Ikkinchisi hozir mana bu yerda mana ko'rib turganlaringiz mana. Ikkinchi sortimiz. Bunisi mana mayak. Üçüncüsü mana bu yerda ko'rinib turgan, endi u sal uzoqroqda ko'rinib turibdi, qo'lim yetmay turibdi. U knyazna. Ya'ni mana bu yerda mana knyazna. Onun keyingi sortimiz u tomonda velika deyotgan sort bor. Ya'ni 3 dona, 4 dona, adashdim 4 dona sort bir tüpga payvandlangan. Xudo xohlasa mana shu mevalarni tajriba uchun mana bu yerda hozir ish olib boryapmiz. Bugungi kunda mana bu üzümlerimizinki yoshiga, ya'ni 3 yoshariga bu mevalarimiz nagruzka kuchlik bo'lmaslik maqsadida üzümlerimizni mana bunga o'xshab mana yulib olib tashlayapmiz. Sababi kelajak, ya'ni ildiz sistemasini rivojlantirish maqsadida bularni olib tashlayapmiz. Hozir mana bu endi ko'rib turgan üzüm, mana nisbatan üzüm tanasiga shox kalta. Mana bu yerda mana kalta turibdi. Mana bu üzümimiz mana endi misoliga mana bu shox. Bu shox mana to'liq yo'g'onlashgan, qalinligi normalniy. Keyingi yilga Xudo xohlasa mevali shoxlardan qilib olib qolishimizga imkon bor. Mana shunday qilib üzümlarimizni ildiz sistemasini birinchi maqsadda rivojlantirib olishimiz kerak. Xudo xohlasa keyinchalikka bularning mevalarini olish niyatlarimiz bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat.